ilk bor O'zbekistonda Lada Azimut. Keling ko'rib chiqamiz bularda nima o'zgarishlar, nimalari borligi haqida. Lada Azimut oldi ko'rinishini ko'ryapsizlar. Faralari, yonishlari va tagida tumanga qarshi faralari va LED opsiyalar bilan jihozlangan ekan. Motor tagida ikkita pozitsiyasi bor ekan. 1.8 motorlisi, 1.6 motorlisi Vesta motor bo'lar ekan. Ichidagi odam sonlari esa bizada 5 ta o'rindiqli ekan. Ya'ni o'sha 5 ta odam oldida shofer, ya'ni voditelь bilan yonidagi 3 ta orqasidagi. Yerdan balandligi, ya'ni klirensi 20 sm ni tashkil qiladi. Balon razmerlari pozitsiyasiga qarab 18-radiusda yoki 20-radiusdagilarga bo'lar ekan. Keling ichkarisini bitta ko'rsataman. Albatta tomida lyuk bilan jihozlangan, bespulchoy dostuplari, diskasini bitta ko'rishingiz mumkin. Chiroyli dizaynda ishlangan, kosmический dizayn desak bo'ladi. Ichiga ahamiyat bering. Yumshoq plastiklar ko'jadan ishlangan. Asl sharmi yoki bo'lsam dermantiligi bilmaymiz hali. Ruliga ahamiyat berasizlar. Ruli ovalniy shaklda. Ya'ni o'sha yengicha yoki bo'lsam zamonaviy tarzda desak bo'ladi. Tavosi ham chiroyli, tezligi maksimal tezligi 220 gacha chiqar ekan, maksimal tezligi. Avtomat korobka, 5 ta stupenchili korobka hisoblanadi. Telefonni zaryad qilsangiz bo'lar ekan. Klimat kontrol, ikkita sideniya обогреплari, sentr zamoklarimiz hamda sensor ekran bilan jihozlangan ekan. Ichki salon patologlar hammasi qora rangda. Ya'ni bitta tonirovka qilsangiz, uje ko'rinib turadi. Bariga ahamiyat berasizlar. Rejimlari 1, 2, 3, 4 ta rejim, qorda, qishda, orqadan qo'shadigan rejimlari bor ekan. Rushnoy elektronniy, shunday avtohol funksiyasi bilan jihozlangan. Rullarda обогреплari bor ekan. Cruise control, limit control, buni o'chirish va bu knopka bunga javob berar ekan. Bu tomonimiz multimediyaga javob beradi mana. Hamda bu tomonda podstakanchiklari ham bor ekan. Bu yoqda bizada bardachok kattagina, любой dokumentlaringiz hujjatga solib qo'ysangiz bo'ladi. Asosiysi yumshoq plastik. Hamda yumshoq, ertaga shaqirlab ketmaydi. Yumshoq plastik. Orqasini ko'rsatamiz. Orqasini ko'rishingiz mumkin. Bemalol kattagina joy bor. Mana bu barda nima bor ekan? Ikkita обогрев sideniya orqasida ham bor ekan, hamda ikkita telefon bemalol zaryad qilsangiz bo'ladi. Orqasi ham perforированный, ya'ni sideniya hisoblanar ekan. Terlatmaydigan, o'sha isitmaydigan hisoblanadi. Xo'p, orqa ko'rinishida nima bor bizda? Orqa ko'rinishida o'zgacha dizayn, LED chiroqlar, stoplar, faralari ko'ryapsiz, dizaynlari boshqacha. Ikkita difuzor, bular obmanka hisoblanadi. Tagida bitta gulshtil bilan jihozlangan ekan. Hamda parktroniklarni ko'ryapman, parktroniklari bor. Orqasini ochib ko'ramiz. U avtomatik tarzda ochilar ekan. Hamda orqa kamerasi ham bor ekan, ya'ni 360 kamera. Avtomatik tarzda yopilar ekan. Bagaji 400-500 litrli примерно объемi orqa tomonlarida xuddi shunaqa ko'rinishga ega ekan. Lekin zapaskalariga ko'zim tushmadi. Yopilishi bu elektron yopilar ekan. Lada Azimut narxi hali noma'lum. O'zbekistonda qancha bo'lishi, Rossiyada примерно 1,5 ming rubldan 2 ming, 2,5 ming rublgacha pozitsiyasiga borar ekan. Rossiyaga, O'zbekistonga kirib kelishi hali qancha bo'lishi noma'lum. Lekin bu o'sha bizda KX vystupida turgan mashina hisoblanadi. Yon tomonidan ko'rishi, tepasi qora rangda, buni rangi matoviy rangda ekan, seriya matoviy rangda. Bu tomonni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda nima bor? Yonidagi sideniyalarimiz ham ahamiyat bering, elektroniy regulировка qilinar ekan. Ya'ni mana tepaga, pastga, oldiga, orqaga, bu ham perforированный sideniya hisoblanar ekan. Airbaglar bilan jihozlangan, hamda bu yoqdan airbaglar o'chirsangiz ham yoqsangiz. Buni dizayniga ahamiyat berasiz. Bizda ozgina chiroyli dizaynga ega ekan. Bunisi bu tomoni ham yashil qilib, bu bilan podsvet qilib ishlangan ekan. Bu tomonda ham narsa qo'yishga joy bor ekan. Bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, bu ham yumshoq plastik, yumshoq, bemalol ushlab ko'rsa bo'ladi. Buni ko'rish uchun taqdimotimiz shu oyning oxirigacha davom etadi. Bemalol yangi O'zbekiston, ya'ni yangi O'zbekistonga kelib ko'rishingiz va o'zingiz tomosha qilishingiz mumkin, o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Hamda bizning chetda xodimimiz bor, sizga to'liq ma'lumot beradi. Keling va tomosha qilib, albatta ma'lumot olib keting. Biz sizlarni albatta kutamiz.